Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve berekatuh. Allah Taala barchamizga foydali ilm bersin va moshu elayotgan ilmlarimizni bizdan qabul qilsin. Darsimizni davomlashtiramiz. 8-harf dal harfi. Dal harfi inch harflarning qatoriga kirdi va uning yolg'iz turganda ko'rinishi moshu turda yozildi. So'zning beshida söz o'ttirisi va söz oxirida moshu ko'rinishlarda yozildi. Dal harfini harakatlar bilan o'qiydigan bo'lsak, birinchi fatha. Dal harfining ustiga fathani qo'yamiz va uni o'qiganda da deb o'qiymiz. Da. Ikkinchi harakat u kasra. Dal harfining ostiga kasrani qo'yamiz va uni o'qiganda di deb o'qiymiz. Di. Uchinchi harakat u damma. Dal harfiga dammani yozamiz va o'qiganda du deb o'qiymiz. Da, di, du. 9-harf u zal harfi. Zal harfining yolg'iz turganda yozilishi moshu ko'rinishda, so'z beshida, so'z o'ttirisida, so'z oxirida moshu ko'rinishlarda yozildi. Zal harfini aytgan vaqtimizda yuqorqi va ostinqi tishlarimizning o'tirg'a tilimizni selib etamiz. Ya'ni bu soqa o'xshash qilib aytildi. Zal, zal, v harf emas, v. Zal, zal. Zal harfi inch harflarning qatoriga kirdi. Zal harfini harakatlar bilan o'qiydigan bo'lsak, zal harfining ustiga fathani qo'yamiz va uni o'qiganda va deb o'qiymiz. Va. Z harfining ustiga men chiziqcha qo'yib qo'yman, sababi bu zal harfini bildirdi. Ikkinchi harakat u kasra. Zal harfining ostiga kasra belgisini qo'yamiz va uni o'qiganda vi deb o'qiymiz. Vi. Uchinchi harakat damma. Zal harfini o'qiganda zu. Va, vi, zu. Zal harfi bilan dal harfi o'xshaydi. Ularning faqat ayrimchiligi zal harfining ustida chekit bo'ldi. Dal harfining ustida va ostida hech qanday chekit bo'lmaydi. Ro harfi. Ro harfi yolg'iz turganda yozilishi moshu turda bo'ldi. So'zning beshida, so'z o'ttirisi va so'z oxirida moshu ko'rinishlarda yozildi. Ro harfi bu bir alohida harf. Ba'zi vaqtlarda qalin bo'lib o'qildi, ba'zi vaqtlarda inchiq bo'lib o'qildi. Masalan, harakatlar bilan o'qiydigan bo'lsak, ro harfini fatha bilan o'qiydigan bo'lsak, u bizda qalin bo'lib o'qildi. Ya'ni u ro bo'ldi. Kasra bilan o'qiydigan bo'lsak, ro harfining ostiga kasrani yozamiz, u bizda ri bo'lib, inchiq bo'lib o'qildi. Uchinchi damma bilan o'qiymiz. Ro harfining ustiga damma belgisini qo'yamiz va uni o'qiganda qalinroq qilib ru deb o'qiymiz. Ro, ri, ru. Demak, ro harfi fatha va damma bilan o'qilganda qalin bo'lib o'qildi, kasra bilan o'qilganda inchiq bo'lib o'qildi. 11-harf u bizda zay harfi. Zay harfining yozilishi bu ko'rinishda, so'zning beshida, so'z o'ttirisi va so'z oxirida moshu ko'rinishlarda yozildi. Zay harfi inch harflarning qatoriga yotadi. Harakatlar bilan o'qiydigan bo'lsak, zay harfining ustiga fathani beramiz va uni o'qiganda za deb o'qiymiz. Ikkinchi kasra. Zay harfining ostiga kasra belgisini qo'yamiz, o'qiganda zi deb o'qiymiz. Uchinchi damma. Zay harfining ustiga dammani yozamiz, o'qiganda zu deb o'qiymiz. Zay harfi bizning z harfiga o'xshaydi. Z, zi, zu. Zay harfi bilan ro harflari o'xshab keldi. Ro harfining ustida hech qanday chekit yo'q. Zay harfining ustida bir chekit bo'ldi. Mana bilan bugungi darsimiz oyoqlashdi. Qolgan harflarni Alloh xolsa keyingi darsda davomlashtiramiz. Alloh taolo barchamizga foydali ilm bersin.